Farg'ona viloyati, Farg'ona shahrida yashovchi fuqaro Sirdaryo viloyati, Guliston shahrida xizmat qiluvchi fuqaroni fohishalik qilish maqsadida Turkiya davlatiga Farg'ona xalqaro aeroport orqali olib ketayotgan vaqtida to'xtatilib qolindi. Instagram orqali tanishgan ayol menga Turkiya davlatiga borasan, nyankalik qilasan dedi. Borganingcha biletingni, rasxodlaringni hammasini ko'taraman dedi. Zagram pasporti rasmini tasha dedi. Keyin men unga Telegram orqali Zagram pasportimni tashadim. Farg'ona viloyatidagi aeroportdan ketamiz dedi. 12-kuni ertalabki soat 8:50larda uchib ketishimizni aytdi. Ishni taklif qilgan opchasi kutib olar ekan. Turkiyaga borgandan keyin o'sha aeroportda ketayotganimizda huquqni muhofaza qilish xodimlari tomonidan qo'lga tushdik. Keyin ularni nima maqsadda ketyapsan deb aytganda meni u qiz chetga olib borib sotib yubormoqchi bo'lgan ekan. Bu yoqqa borganimda holim qanday ketishini hech tasavvur qila olmayman. Huquqni muhofaza qilish organlariga kattakon rahmat aytaman. Aeroportdan kelganimizdan keyin menga juda katta yordam qildi. O'zimni tengqurlarimga shuni aytib qolaman, agar chet elda ish taklif qilsa, biletlaringni olib beraman, xarajatlaringni hammasini ko'tarib beraman desa, ichki ishlar xodimlariga murojaat qilishlaringiz, ertaga odam savdosi qurboni bo'lib qolmasliklaringni so'rayman. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.